Amaki, keling, non beraymi? Ey, men qara, oldiga chiqaverma, kerak odamdan oladi o'zi. Kelinglar, non beraymi? Issiqqina patirlaman mana. Nechta soling? Sala lakatsani yaxshi qaramayapsanlar. Mana shu yerda ham sotiladigan joylar bor. Amaki, non oling. Maktab bolasisan, non sotib yuribsan. Sen ota-ona ishlamaydimi? Xo'jayin yosh bola ekan, chalg'imay, men betlarni hal qilaman. Yuring, bir ko'rib chiqamiz. Sarlashma. Bolam, otang qayerda sari? Amaki, otam olamdan o'tganlar. Uni ustiga onam ham kasalli. Sinimga maktab forma olishim kerak. Xo'jayin, ko'proq non sotmasang, ishdan haydaveraman deyapti. Iltimos, non oling. Menga qarab o'tir. Bir kunda ishchilarga nechta non olib 150 ta 200 ta otdi xo'jayin. Ertadan men shu boladan olinglar. Shu bolaga bo'lsin, so'da. Xo'p bo'ladi, xo'p. Amaki, rahmat. Keling, non kerakmi? Keling, yopilgan ham patron bor. Okey? Sizga-chi non Amaki. beraymi? Keling, aka, non beraymi? Yopilganmi yo patr beraymi? Yo'q, non shart emas. Oldingizda bitta yosh bola non sotardi. Ko'rinmayapti, yo bugun ishga chiqmadimi? Ha, umi? Ay, ishdan haydashordi xo'jayini. Ha, o'zimizda ham bor nonlar, nechta qilib beraylik? Menga qarab o'tir. Ishxonaga nonni mana shu boladan olganmidlaring? Xo'jayin o'sha kuni oldingizda qoldim men u. Esimdan chiqib qopti-da. Akalar, sizlarga non kerakmi? Anu bolani qidiryapsizlar. Anu bola kerak bo'lsa, Bilol, ana mashinani balonni qarayib turibdi. Sani so'rashyapti. Bolam. Uzr. Nima uzr so'raysiz? Hamma ayb o'zimda. Har kuni ko'chaga chiqib ketayotganimda onamni, sinimni rizqini bergin deb so'rardim. 150 ta, 200 ta non sotardim, ha? O'sha kuni sizga ishonib qolmanda. Mayli, uzr amaki.